Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yangilikchi kanali. Eng so'nggi va ishonchli xabarlarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rossiya Kiyevga qarshi navbatdagi yirik raketa va dron hujumlarini amalga oshirdi. Tungi soatlarda Ukraina poytaxti hamda mamlakatning boshqa bir qator hududlarida havo hujumi sirenalari yangradi. Ukraina havo mudofaasi kuchlari kirib kelayotgan nishonlarni to'xtatishga harakat qilgan bo'lsa-da, rasmiylar hujumlarning to'liq oqibatlarini hali ham baholamoqda. Favqulodda vaziyatlar xizmatlari zararlangan hududlarda qutqaruv va tiklash ishlarini davom ettirmoqda. Harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, so'nggi haftalarda Rossiya tomonidan raketa va dronlardan iborat muvofiqlashtirilgan hujumlar soni sezilarli darajada oshgan. Ayrim kuzatuvchilar bu uslubni avvalroq Odessa shahriga uyushtirilgan keng ko'lamli hujumlar bilan taqqoslamoqda. Biroq mutaxassislar har bir harbiy operatsiya o'z maqsadi va ko'lami bilan farq qilishini ta'kidlamoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, havo mudofaasi tizimlari ko'plab raketa va dronlarni urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Shunga qaramay, urib tushirilgan nishonlarning parchalari ayrim tumanlardagi turar joy binolari va infratuzilmaga zarar yetkazgani xabar qilinmoqda. Qutqaruv xizmatlari voqea joylarida ishlashda davom etmoqda va aholidan faqat rasmiy xavfsizlik ko'rsatmalariga amal qilish so'ralmoqda. Xalqaro hamjamiyat esa vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqda. Yevropadagi bir qator davlatlar keskinlikni kamaytirishga va diplomatik yechim topishga chaqirmoqda. Xavfsizlik bo'yicha ekspertlarning fikricha, yaqin kunlarda ham vaziyat murakkabligicha qolishi mumkin. Chunki har ikki tomon harbiy harakatlarni davom ettirmoqda. Harbiy mutaxassislarning aytishicha, Ukraina uchun strategik infratuzilmani himoya qilish asosiy ustuvor vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Rossiya esa o'z bayonotlarida zarbalar harbiy ahamiyatga ega obyektlarga qaratilganini ta'kidlamoqda. Faol jangovar harakatlar davom etayotgan bir paytda maydondagi barcha ma'lumotlarni mustaqil ravishda tasdiqlash qiyin bo'lib qolmoqda va yangi tafsilotlar muntazam ravishda paydo bo'lmoqda. Hujumlar kuzatilayotgan hududlarda yashovchi fuqarolar tez-tez e'lon qilinayotgan havo hujumi ogohlantirishlariga moslashishga majbur bo'lmoqda. Elektr ta'minoti, transport va boshqa muhim xizmatlarni tiklash ishlari ham davom etmoqda. Gumanitar tashkilotlar ehtiyoj mavjud hududlarda yordam ko'rsatishda davom etmoqda. Vaziyat tez o'zgarib bormoqda va yaqin soatlar ichida yangi rasmiy ma'lumotlar e'lon qilinishi mumkin. Eng so'nggi yangiliklarni kuzatish uchun rasmiy davlat idoralari hamda ishonchli xalqaro axborot manbalariga tayanish tavsiya etiladi. Biz ushbu mavzuni kuzatishda davom etamiz va tasdiqlangan yangi ma'lumotlar paydo bo'lishi bilan sizlarni xabardor qilib boramiz. Yangiliklar rivojini kuzatishda davom eting va eng dolzarb voqealardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling.